To'lovga qobiliyatsizlik, ya'ni o'zini o'zi bankrot deb e'lon qilishlikda alomatlardan biri sizni qarzdorligingiz bazaviy hisoblash miqdorini 200 baravardan yuqori bo'lish kerak. Ya'ni hozirgi kunda 82 million so'mdan ortiq bo'lish kerak bo'ladi. Buni ko'pchilik juda ham noto'g'ri tushunadi. Misol uchun men bankdan 100 million kredit oldim va 4-5 oy to'lay olmay qoldim. Hozirgi kunda kreditim 125 million bo'ldi muddati o'tgan qarzdorlik bilan. Demak, meni qarzdorligimda holati to'lovga qobiliyatsizlikda alomatlarni berar ekan deb noto'g'ri tushunadi. Yo'q, bu yerda sizni muddati o'tgan qarzdorligingiz bazaviy hisoblash miqdorini 200 baravardan yuqori bo'lish kerak bo'ladi. Bu nima degani? Misol uchun siz 100 million kredit oldingiz bankdan va 3-4 oy davomida to'la olmay qoldingiz. Sizni muddati o'tib ketgan qarzdorligingiz 20 million yoki 25 million, boring ana 50 million bo'lyapti. Bu holat to'lovga qobiliyatsizlikda alomati hisoblanmaydi va sizni muddati o'tgan qarzdorligingiz bo'lsa, o'shani miqdori, bazaviy hisoblash miqdorini 200 baravaridan yuqori bo'ladigan bo'lsa, mana shu holatda sizda to'lovga qobiliyatsizlik alomati mavjud bo'ladi va unutmangki, to'lovga qobiliyatsizlik alomati bor degani sizni bankrot qilsa bo'ladi degani emas. Buni yana bir qancha talablari bor. Mana shu talablar ham qanoatlantirilsa, so'ng ishingizni sud ko'rib chiqib, sudning xulosasiga va hukmiga ko'ra siz to'lovga qobiliyatsiz deb e'lon qilinishingiz mumkin. Bu bo'yicha agar yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, savollar bo'lsa, menga Telegramdan yozib qoldiring, batafsil gaplashamiz. Videoni yaqinlarga borib qo'yishlikni unutmang.